2023, right? Yeah. So appreciate about that. Қазақша gapiray qo'ying. Okay. Assalomu alaykum aziz muxlislar, obunachilarimiz. Solix kompaniyasini O'zbekistondagi представительlaridan, ya'ni qozoq, o'zi asli qozoq, lekin Xitoyda yashaydi, Xitoyda vakili, Xitoyda fuqarosi Ildar aka bilan hozir mana Farg'onaga kelgan, bizni shu qator o'quv seminarlarini o'tkazishdi. Bularga hozir katta rahmat, bizni bir e'tibor berib kelishdi. Shu sababli aka sizdan fikringiz, bizni hamkorligimiz about relationship with Solix. For we work with you for 3 years. Yeah, back to 2023, right? Yeah. So appreciate about that. Қазақша gapiray qo'ying. Okay. Rahmat. Bizning brand Solix'ga sonday sengenleringizga biz sol uchun qulchunamiz. O'sha yo'lda Toshkentda ofis jaldab o'tirmiz, ofis quramiz, sizlarga xizmat etamiz. Rahmat e'tibor uchun aka. No problem. Thank you very much.